Assalomu alaykum, Tabobat muxlislari. Bugun sudjuk, to'g'ri aqlini, salomatlik saqlash to'g'risidagi 37-chi ko'rsatuvni boshlaymiz. Oldingi 36-chi ko'rsatuvda qandli diabet haqida gapirgandim. Shuni davomini bugun davom ettiramiz. Qandli diabet kasalligi o'zi dunyo bo'yicha yer sharida juda ko'p uchrayapti va rivojlanib boryapti, ya'ni ko'payib boryapti. Ilgarigi vaqtga qaraganda juda ko'payib, hozir yer aholisini yaqin 10%ga yaqinlashib qoldi. Shuning uchun shu to'g'risida gapirmoqchiman. Inson tanasida oldin ham aytgandim. 9ta sistema bor. Shundan bittasi endokrin sistemi deyiladi. Yani endokrin bezleri. Endokrin bezleri inson tanasida 7ta hisoblanadi. 3tasi bosh miyamiz, yani shu do'ppini ostida, miyani qopqog'ini ostidagi bosh miya ichiga joylashgan 3tasi bilan nomi gipotalamus, gipofiz va ipofiz deyiladi. 4-tinchisi mana shu chuqurchani ostida qalqonsimon bez deyiladi. 5-tinchisi sal pastroqda ilmoqsimon bez deyiladi. Qalqonsimon, ilmoqsimon. 6-tinchisi mana me'damizni ostida me'da osti bezi deyiladi. 7-tinchisi buyrak üstü bezi hisoblanadi. Keyingisi jinsiy bezli hisoblanadi. Shular hammasi endokrin sistemasidagi bezlar. Bosh miyamiz shu bezlar orqali butun badanimizda bo'ladigan biokimiyaviy reaksiyani, jarayonlarni shu bezlar orqali boshqaradi. Shu bezlarga buyruq berib, ozaytirib, ko'paytirib, pasaytirib, o'chirib, normallashtirib shunaqa ishlarni bajaradi. Shu bizni hayotimizdagi jamiki bo'ladigan kimyoviy jarayonlar metabolizm deyiladi, anabolizm va katabolizm degan kimyoviy jarayonlarda davom etadi. Shu qandli diabet kasalligi shu me'da osti beziga bog'liq bo'ladi. Shu haqda kechagi ko'rsatuvning davomini aytaman. Bu kasallik kecha ham aytdim. İnsülin, me'da osti bezidan insulin gormoni chiqadi. Keyin glukagon gormoni chiqadi. Somastatin gormoni chiqadi va likopein degan 4ta gormon ishlab chiqaradi. Insulin bizni qonimizda, ya'ni glukoza, biz shirinlikni ko'p yeganimizda qonimizda normadan oshib ketgan mahalda norma o'zi 5,5-6 hisoblanadi sog'lom odamda. Shu oshib ketganda me'da osti bezidan insulin degan gormon chiqadi. Bu insulin oshib ketgan glukozani sizlarga sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, ortiqchasini
idishga solib, korobkaga orchasini solib, tokchaga olib qo'yadi. Tokcha deganim ya'ni bizni muskullarimiz. Bizni tanamizda 360 ta muskul bor. Mana shular muskul. Mana muskul. Hamma yog'imizda muskul. Muskul pay bilan biz hammamiz harakat qilamiz, yuramiz, turmush qilamiz, ishlaymiz, hayot kechiramiz. Shu muskullarimizga zaxira qilib olib qo'yadi insulin. Ya'ni normada saqlab turish uchun, ko'payib ketgan mahalda. Normadan pasayganda keyin glukogen chiqadida haligi tokchadagi olib qo'ygan, ya'ni muskuldagi glukozani ya'ni qonimizga surilishiga yordam beradi. Ya'ni normalashtirib turish uchun. U insulin qonimizdan muskuliga o'tkazib beradi. Glukogen uni antigenist hisoblanadi, teskarisi ziddi hisoblanadi. Muskulimizdan olib qonimizga surilishiga yordam beradi. Ikkalasi ikki xil vazifani bajaradi. Bu somatostatin gormoni insulinni, glukogenni ko'payib ketmasligi, ozayib ketmasligini regulatori hisoblanadi. Ya'ni ko'p ishlab chiqaraversa tormozlaydi, oz ishlab chiqarsa kuchaytiradigan regulator hisoblanadi. U kimyoviy reaksiyalarni tezligini pasaytirib, glukogen va insulinni tez ishlab chiqishini pasaytirib turadi. Ko'p ishlab chiqishini. Lipokain bo'lsa, 4-gormon, bu bizni jigarimizdagi yog'larni so'rilishiga, oksidlanishiga, yog'larni jamiki almashuviga ishtirok qiladigan gormon hisoblanadi. Endi bizda nimaga qandli diabet rivojlanadi, kecha aytdim-mi? Rivojlanish sabablaridan 4tasini aytib berdim. Endi bu o'sha Langesfer degan bo'limi bor, dum qismida. Sheyni faoliyati pasayganda o'sha insulin ishlab chiqarish kamayadi. Ya'ni insulin prosenti ko'payib ketgan, 8, 9, 10, 15ga chiqib ketgan. Lekin insulin yo kam miqdorda chiqadi, yo umuman chiqmay qo'ygan. Mana shu holatda birinchi tip qandli diabet deyiladi. Qand miqdori pasayib ketgan, qand miqdori, ya'ni glukoza qonimizda pasayib ketgan, lekin zapasda glukoza bor, ya'ni muskullarimizda glukoza bor. Shuni qonga o'tkazib beradigan glukogen kam ishlab chiqarilgan bo'lsa, ya'ni ishlab chiqarish kamayib ketgan yo kam ishlab chiqayapti. Bunda endi qand, ya'ni glukozani qondagi normasi pastga tushib ketadi. Oqsilimizda bor, ya'ni muskulimizda. Lekin uni o'lib qonga o'tkazib beradigan glukogen kam ishlab chiqaradi yo chiqmay qo'ygan. Bunday holatda ya'ni pasayib ketadi norma. Bunday holatda qandli diabetning ikkinchi tipi deyiladi. Ikkalasini farqi shunda bo'ladi. Birinchi tipda insulin kamayib ketadi yoki chiqmay qoladi. Ikkinchi tipda glukogen yo kam chiqadi yo chiqmay qo'yadi.
Fark şunda. Birinci tip, ikinci tipte asıl sebebi şunda. Endi birinci tipte insülin kam ishlab chiqarib yo chiqarmay qo'ysa unga doktorlar insülin kodini yozib berishadi. Birinchi tipga. U ukol tarzida insülin oladi. Hozir mana g'arb meditsinasida, ya'ni zamonaviy meditsinada hozir yangi apparat ham ishlab chiqishdi. Ular texnologiya rivojlangan bo'ladi. Ya'ni qorningizga yopishtirib qo'yadi. Doimo o'lchab turadi. Ichiga insulinni quyib qo'yadi. Qoningiz o'sha normadan pasayib ketsa, darrov insulinni o'zi avtomatik ravishda badaningizga kirgizadi. O'zi regirovka qilib turadi apparat. Hozir insulinni ilgari mahalda 50 yoshdan oshganda, 60 ga oshganda ko'pchilik kasallanadi. Bizni vaqtlarimizda ilgari, bundan 40 yil, 50 yil oldin. Hozirgi mahalda kasallik juda yosharib bo'lyapti. Hatto 7, 8, 9, 10 yoshdagi bolalar ham hozir qandli diabetga uchrayapti. Buni sababini nima desangiz, buni sababi birinchi ota-onani bolalarni atganini qilib doimo shirinlik, qand deysizmi, konfeti deysizmi, shokolad deysizmi, morojna deysizmi, nima yangi chiqqan shirinlik bo'lsa, shularni hozir atganini qilib beraveradi, ko'p yeyaveradi. Shuni hisobiga me'da osti bezi zararlanadi. Ikkinchi, morojnani ko'p yeydi. Oldingi 36 ko'rsatuvda aytdim. Morojnani oqibatida me'damiz, ya'ni oshqozon buzilib, uni pastida yopishib turgan me'da osti bezini ham bujmaytirib, faoliyatini pasaytirib yuboradi. Shuni oqibatida insulin ishlab chiqarish, glyukogen ishlab chiqarish pasayib ketadi. Keyin har xil fast foodlarni yeydi, ya'ni transjer yog'lar, palma yog'ida qilingan yog'lar, xamirli ovqatlar, unli ovqatlar, kartoshka, bular hammasi uglovod hisoblanadi. Uglovod badanga quvvat beradi, lekin asosiy quvvat beradi, lekin tarkibida foydali minerallar, vitaminlar ve kam bo'ladi. Ayniqsa qozoqning unida umuman ishtimo qilmaydi. Eng foydali, kerakli kevagini ajratib, faqat oq birinchi oliy sortli un qoladi. Faqat qorningiz to'yadi. Hech qanaqa foydali organizmga zarar xolos. Shu nonni ko'p yeyishlik, kartoshkani ko'p yeyishlik, uglevodni ko'p yeyishlik, fast foodlarni ko'p yeyishlik, shirinli ichimliklar, gazli ichimlik, rangli ichimlik hammasi 30% shirinlik iborat. Shularni bolalar yeyverib, shular ham hozir asosiy kasallikka chalinyapti. Asosiy sababi shular. Har xil chipslar bor. Butun hammasi reklamaga ishonib, ota-onasi aytganini qilib beraveradi, yeyaveradi. Yosh bola aqli yetmaydi. Shuni orqasidan yosh bolalarda ham qandli diabet kasalligi ko'payyapti. Yosharib boryapti. Kattalarda hozir 30 yoshdan boshlab boshlanyapti. Nimani oqibati? Kam harakatligini oqibati, ko'p yeyishlikni oqibati, yog'li ovqat ko'p yeyishlik, kaloriyasi kuchli ovqat ko'p yeyishlik, aralashtirib yeyishlik, keyin sifatsiz yeyishlik shunga olib kelyapti.
ayıp hammasi o'zimizda. Bilimsizligimiz, nafsimizni so'zga kirishligidan, nafsga burilish olmasligimizdan ruhimizni xursand qilaveramiz. Tanamiz azob chekib, kasallikka yo'liqadi. Shuni oqibatida qandli diabet kasalligi kelyapti. Uni uchragandan keyin yurak qon tomir kasalligini ham rivojlanishi tag'in tezlashadi. Bular hammasi bir-biriga bog'liq. Oldin yurak qon tomir kasalligi ba'zilarida oldin qandli diabet boshlanib, keyin yurak qon tomiriga o'tadi. Ba'zilarida oldin yurak qon tomiri boshlanib, keyin qandli diabet qo'shiladi. Ikkalasi ham oldini keyin bir kishida ikkalasi ham uchraydi. Ya'ni semirish oqibatida qon tomirlarini nima qilishida. Endi glyukoza ko'payib ketgandan keyin bizni qon tomirlarimizni ichini yemiradi shirinlik. Ya'ni glyukoza zarari ko'payib ketganda zaharga aylanadi. Shuni orqasidan qon tomirlarimizni yemiradi ichidan. O'zi qon tomirimiz nihoyatda xuddaligi shlankaga o'xshagan yumshoq bo'lishi kerak. Qon tomir, vena ham, arteriya ham. Nimaga? Yoz mahalda badanimiz qizib ketmasligi uchun qon tomir kengayadi. Issiq tarqasin, badan qizib ketmasin deb qon tomir kengayib, issiqni o'zida saqlab turmaydi. Qish mahalda badan sovuq qotmasin deb qon tomir torayadi. Issiqni o'zida ushlab turadi. Shuni hisobiga biz qishda sovuq yemaymiz, yozda qizib ketmaymiz. Endi uni ichiga xolesterin to'plangandan keyin, ya'ni ko'p yeymiz, hazm qilmaymiz, harakat qilmaymiz, muskullarimiz qoladi, oxiri xolesteringa aylanib, ya'ni zararli xolesteringa. Ikki xil xolesterin bo'ladi. Foydali xolesterin, zararli. Nijniy visota deydi, verxniy visota deydi. Foydali xolesterin jigarimiz ishlab chiqaradi, qonga beradi. Uning vazifasi qonlarimiz o'shib, laqta bo'lib, quyilib qolmasligiga xizmat qiladi. Zararli xolesterin biz yegan ovqatimizni hazm bo'lmagandan keyin shunga aylanib, qon tomirlarimizni ichi mana shundoq bo'lsa, ichi devorlari to'lib, aylanib, qon tomirlar torayib qoladi. Venaniki ham, arteriyaniki ham. Xolesterinlar yopishib, devorlar qotib, haligi shlanka elastikligi yo'qolib, qotib qoladi shlanka. Xuddaligi shlanka sovuqda muzda qotib qolib, to'g'rilama desang sinib ketgan singari tomirlar ham qotib qoladi, rigid bo'lib. Yo kengaya olmaydi, yo qisqara olmaydi. Nimaga? Ichida xolesterinlar to'planib qolgan. Shuni hisobiga yozda tomirlar ichida xolesterin ko'p odamda yozda qizib o'zini qo'ygan joy topolmay qoladi, beholovat bo'lib, qishda sovuq yeydi. Nimaga? Qishda tomir tora olmaydi, issiqlikni saqlab qo'yish uchun. Yozda tomir kengaya olmaydi. Badandan issiqni tarqatish uchun, qizib ketmasligi uchun. Shuni hisobiga tomirlar qotib qolgandan keyin, yo kengayib, yo tora olmagandan keyin yozda qizib ketadi. İnson qishda sovuq yeydi. Issiqni torayib, saqlab tura olmaydi. Tanamizdan chiqib ketib qolib, sovuq yeydi. Men qishda sovuq yeyveraman deydigan, yozda men qizib ketaman, yoz yoqtirmayman deydigan insonlar tomirini ichi torayib qolgan bo'ladi. Shuni hisobiga shunaqa hodisa yo'l beradi. Bundan tashqari glyukogenni oldin aytdim men. Jigarimizda qon ishlab chiqarishning sababi glyukogenning asosini xrom moddasi, ya'ni xrom metalli ionlari tashkil qiladi. Xromni asosan bizda yegan ovqatimiz ximiz deyiladi.
hazmga, içimizga qonga o'tgan moddani himus deyiladi. Tabobat. Bundan bizga xromni metallarni ajratadigan bizni jigarimiz hisoblanadi. Jigarimiz men oldin aytganman, bu filtr. Buyuragimiz ham filtr, jigarimiz ham filtr. Yegan ovqatimizni qon borib o'sha yerga oldin yo'g'on o'sha buyrakda, suyuqlikda eriydigan zaharlarni, mikrob, bakteriyalardan tozalaydi, siydik orqali chiqarib oladi. Jigarimiz suvda erimaydigan zahar, mikrob, viruslarni toksin deyiladi. Jigar orqali filtrlab orqa avratdan ucha orqali chiqarib oladi. Biz haliga oldin aytganman, ovqatni aralashtirib yeyish oqibatida ichimizda ovqat ichigandan keyin navbati bilan 1, 2, 3, 5 qilib yesangiz u parchalanadi. Ya'ni ovqat ochirib bilan ketib parchalanishni boshlaydi. Aralashtirib yeyishning oqibatida u ichiydi. Ichigandan keyin u o'zidan issiqlik chiqaradi, keyin gaz chiqaradi, zahar chiqaradi. Gazni yarmi kikiri bo'lib inson og'zidan chiqib ketadi, yarmi orqadan yel bo'lib orqa avratdan, ya'ni o'siroq deyiladi, orqa avratdan chiqadi. Badanimiz qiziydi ovqat ichigandan keyin. Qorin g'ildiraydi, qildir qilib. Ich qotishi mumkin, ich ketishi mumkin, hazm buziladi. Ana shu ichgandagi zaharli qonga o'tgandan keyin jigarimizni faoliyatiga yomon ta'sir qiladi. Ba'zi odam aytadiki, men ichgan ovqat yemayman, men toza ovqat yeyman, men eski narsa yemayman. Zahar qaydan paydo bo'ladi menda? Toksin menda qaydan bo'lishi mumkin deb savol beradi. Mana shu aralashtirib yeyishligimizni, bilmasdan yeyishligimizni oqibatida ichiydi, sasiydi. Shuni orqasida keyin zahar paydo bo'lib qonga o'tadi. Ana shu qon jigarimizni ham, buyragimizni ham faoliyatini pasaytirib yuboradi. Ya'ni nagruzka beradi. Jigarga ham, buyrakka ham. Ana shu buyrak yetishmovchiligi, jigar yetishmovchiligi degan kasalliklar, yurak yetishmovchiligi degan kasalliklar mana shu zahari ko'payib ketganda yugurayib charchaganda nidostatka deydi ruschasiga. Nidostatka pechin, nidostatka pochka deydi. Pochka kasalligi ishlamaydiganlar borku, gemodializ degan apparat bor. Haftasiga 2 marta, 3 marta bir qonini filtrlashib turadi. Buyrak ishlamay qolgan, quvvati kamayib ketgan. Nimagaki zaharli ishlar, buyrakni ichi butun zaharga to'lib bo'lgan. Yaramay qoladi. Nefron deydi, buyrakning ichida nefronlar bor, bo'shliqlar bor. Shular hammasi muskullari charchab, ichi ifloslanib, qonni filtrlashga yaramay qoladi. Shu buyrak yetishmovchiligi degan kasallik shundan kelib chiqadi. Ya'ni bizni ovqatimizni noto'g'ri yeyish, aralashtirib yeyish, kuchli yeyishdan ichib, haligi ichgandagi zaharli qonga o'tib, qonini, buyrakni, jigarni ishdan chiqaradi. Yillar mobaynida shu yurmasdan yugurayib, holdan toyadi, yani ishlamay qoladi. Ana shuni oqibatdan buyrak yetishmovchiligi, jigar yetishmovchiligi, yurak yetishmovchiligi, yugurayish orqasidan shundan kelib chiqadi. Shuning uchun men doim gapiraman. 100 ta kasaldan 70 tasi og'izdan kiradi. Og'izdan bo'ladi. Yeyotgan ovqatimizdan bo'ladi deyman. O'zimiz sababchi bo'ladi deyman. Jigarimiz faoliyati pasayib ketgandan keyin xrom ishlab chiqarish ozayib ketadi. Shuni sababiga me'da osti beziga
Xrom kelmagandan keyin, oz kelgandan keyin glyukogen ishlab chiqarish pasayadi yoki yo'qoladi. Shuni orqasidan ikkinchi tip qandli diabet paydo bo'ladi. Ya'ni oqsilimizdagi, yani muskulimizdagi glyukozani qonga o'tkazib bera olmaydi. Muskulda turadi u. Bor, lekin qonda kam. Miyaga glyukoza kelmaydi. Muskulimizda bor, qonimizda yo'q. Miyaga qon orqali kelishi kerak. Miyaga glyukoza kelmagandan keyin miya faoliyati pasayib ketadi. Ya'ni glyukoza pasayganda shokka tushib qolish oqibatida o'sha miya ishlamay qolgandan keyin shokka tushib qoladi inson. Shuning uchun doim qandli diabet kasalligining yonida 2 dona oq qand o'lib yursa, doim yursa foyda bo'ladiki, ziyon bo'lmaydi. Mabodo agar shokka tushib qoladigan bo'lsa, og'ziga bir dona shunday qand solib qo'ysangiz, shu hushsiz yotgan odamga og'izda erib, darrov og'izdan qonga o'tadi. Qondagi glyukoza normallashib, o'ziga keladi u. Ko'chada shunaqa o'zini tashlab oladigan odamlarni ko'rib qolsani, yordam berish uchun oldin yonini bir sekin qarani. Qand bo'lsa yonida, demak qandli diabet kasalligi bor shu odamda. O'sha odam cho'ntagidan olib og'ziga solib qo'ysani, skoriya kelguncha, tez yordam kelguncha o'ziga keladi bu. Ma'lum bir vaqtdan keyin, qonga o'tgandan keyin hushiga keladi. Yordam qilgan bo'lasizlar. Ko'chada tashlab olsa, alkash ekanishi kerak, narkoman ekanishi kerak. O'zini tashlab oldi, yotibdi deb o'ylamani. Shunaqa qandli diabet kasalligi bolalar ham shokka tushib, qand miqdori pasayib ketganda yo ko'payib ketganda hushdan ketib tashlayverishi mumkin. Sekin bir og'zini sekin hidlasani, qandli diabetda og'izdan esdan o'xshagan bir hid keladi. Nafasidan, og'zidan sekin hidlasangiz, esdan o'xshagan hid kelsa, demak shu odam qandli diabetga uchragan kasal. Shuni hisobiga o'zini tashlab yuborgan. Yo ko'payib ketgan, yo pasayib ketgan. Ko'paysa ham, pasaysa ham o'sha og'ziga bir dona qand solib qo'ysani, 5-10 minutdan keyin hushiga keladi shu odam. Siz yordam qilgan bo'lasizlar. Qandli diabetga uchragan insonlarni birinchi o'rinda jigarni faoliyatini kuchaytirish kerak. Jigarni, ya'ni sog'lig'ini tiklash kerak. Demakki, jigar xrom ishlab chiqmasa, u glyukogen ko'paymaydi hech qachon. Jigarni faoliyatini kuchaytirish uchun birinchi navbatda echkinimi, qo'yimi, mollimi, tovuqnimi, kurkanimi, ildonimi, nimani bo'lsa ham jigarini olib, jigarini qaynatib yo dimlab, ovqatdan keyin non qo'shmasdan, o'zini choy ichib bo'lganda yo ovqat yeb bo'lganda 4 dona yo 5 dona shashlikni qo'shib olaylik, dona. Shuni singari haligindan yeb yursa, har kuni 5 dona, 4 dona. Jigar energiyasi jigarini quvvatli qiladi, kuchaytiradi jigarni. Bilib oling shuni. Buyragi kuchsiz odam o'sha hayvonlarning buyragini olib, qaynatib yo dimlab 4 dona, 5 dona ovqatdan keyin yesa, buyragini kuchaytiradi. Yuragi kuchsiz odam yuragini, hayvonlarning yuragini olib, qaynatib yo dimlab 4 dona, 5 donadan choy ichib bo'lgandan keyin yeb olsa, yuragini ham kuchaytiradi. Talog'i kuchsiz odam taloq yeyish kerak. O'pkasi kuchsiz odam o'pkani qaynatib, o'pkani o'zini yeyish kerak. Shunda o'pkasini kuchaytiradi.
Talağıysanız talağını kuchaytiradi. Bilib oling uchun. Endi jigarni yana bitta kuchaytirish stimulyatsiya usuli. Mana jigar o'ng qovurg'amiz ostiga joylashgan bo'ladi. Tanamizda ikkita narsaga bizning nervimiz ulanmagan bo'ladi. Birinchisi jigarga ulanmagan bo'ladi, ikkinchisi suyakka ulanmagan bo'ladi. Jigarimiz qanaqa kasal bo'lsa ham bizga og'riq bermaydi. Bilmaymiz biz, og'riqni sezmaymiz. Mana o'ng qovurg'am osti og'riydi deydiganlar, uni jigarni ichida o't qo'pi bo'ladi. Ana shu o't qo'pida kasallik paydo bo'lsa, o'sha og'riq beradi. Lekin jigarimiz og'riq bermaydi. Jigarli kasalliklar bor, bir 10 xilcha. Eng ko'p uchraydigan sariq kasal deyiladi. Gepatit deyiladi. Jigarda yog' bosishi bor. Gepatoz deyiladi. Ya'ni jigarimizni yog'li ovqat yeyib, qondan isib ketib, semirib, qon harakati bo'lganimizda uchalini tashqarisiga, hatto jigarni yani tashqi qovug'ini ustiga yog' bosib ketadi. Yuragini ham insonlarni perikard deydi, qopug'ini yog' bosib qo'yadi. Yani semiz qo'ylarni ko'rgan bo'lsangiz so'yganda yuragini ustiga yog' bosib ketadi. Ana shunaqa insonda ham yuragini ustiga yog' bosib ketadi. Jigar ustiga ham yog' bosib ketadi. Gepatoz deydi. Jigarni bujmayib qoladigan kasalligi bor. Sirroz pechin deydi. Ya'ni jigarni bujmayishi deyiladi. Ana shular bo'lganda ham inson og'riqni sezmaydi hech qanaqa. Jigar faoliyati pasayib ketadi, lekin og'riq sezmaydi. Qachon apparatga o'ziga tushganda keyin bilishi mumkin. Kech biladi ko'proq jigar kasalligini. Nimaga? Nerv ulanmagan bo'ladi. Suyagi ham tars ikkiga bo'linib, oyog'ini kesib ketsa ham suyakda og'riq bo'lmaydi. Ba'zilar aytadi, suyagim og'riydi, timma og'riydi, qattiq og'riydi. Suyak og'rimaydi, muskul og'riydi, pay og'riydi. Nerv ulangan, tomirlar og'riq bo'ladi, nervda og'riq bo'ladi. Suyak hech qachon og'riq bermaydi. Ikki bo'lim sinib ketsa ham suyakni og'riq bermaydi insonga. Xuddi suyak og'riqqa o'xshaydi asli, lekin suyak og'rimaydi. Jigarni ikkinchi yo'li stimulyatsiya qilish kerak. Mana shu ikkita qo'limizda, mana o'ng qovurg'ani ostida suyak bor. Mana qattiq bosamiz, ikkita qovurg'ani bundoq. Keyin qo'yib olamiz. Bosamiz, kuchimiz bo'yicha qo'yib olamiz. Bosamiz, qo'yib olamiz. Mana shunaqa qilib 30 marta, har kuni 2 marta, 3 martadan qilib olsangiz, shu jigarni faoliyati kuchayadi. Ya'ni sog'lomlashadi jigar. Shuni hisobiga keyin jigarda xrom faoliyati kuchaygandan keyin xrom ishlab chiqarish ko'payadi. Me'da ostiga bezaladi. Keyin glyukogen ishlab chiqarib, haligi normadan pastga tushib ketishi yo'qoladi. Ikkinchi tipdagi qandli diabetdagilar 100% tuzaladi bular. Lekin birinchi tipi surunkali bo'ladi, tuzalmaydi. Ya'ni g'arb tabobatda buni surunkalik davosi yo'q deb ro'yxatga olingan. Birinchi tipdagilar insulin oladiganlar. Faqat insulin bilan parhez qilib yursa, yuraveradi. Ikkinchi tipga 100% davolansa bo'ladi. Insonning o'ziga bog'liq. Birinchi tipga agar nafsiga bushlab yursa, parhez qilib yursa, ko'p yemasa, kuchli ovqat yemasa, 1, 2, 3, 4, 5 qilib yursa, tuzalib ketadi. 4 xil, 5 xil tabletka ichaveradi ikkinchi gruppalar. Tabletkani ham ichmasligi mumkin. Tuzalib ketishi mumkin 100%. O'sha oldingi ko'rsatuvda aytgan sabablarni agar yo'qotsa. Lekin birinchi tipdagilar surunkalik davosi yo'q deb g'arb tabobatda, zamonaviy tabobatda ro'yxatga olingan, ularga gruppa beradi, ya'ni nogironlik beradi. Ular doim insulin olib yuradi.
insülinni atganlik qilib yursa, oz miqdorda o'lishi mumkin. Unaqa ko'p qilmasdan. Nafsiga bir ishlab yursa, ozgina o'lishi mumkin. Sharq tabobatda birinchi toifadagi birinchi tip qandli diabetli ham tuzalishi mumkin. İnsanın o'ziga bog'liq, xohishiga bog'liq, harakatiga bog'liq, nafsiga mislashiga bog'liq, o'zini boshqarishga bog'liq. Boshqarsa o'zini irodasi kuchli bo'lsa, birinchi tipdagilar ham tuzaladi. Lekin g'arb tabobatda davosi yo'q deb ro'yxatga olgan. İnsanın o'ziga bog'liq. Jigarni qurib qolishi, o'sha zahari ko'payib ketgandan oxiri jigar qurib, sirroz pechenga, keyin jigar rakiga aylanib ketadi. Mana shu ovqatni aralashtirish, ko'p yeyish, sifatsiz yeyish, harakat qilmaslik, jismoniy mashq qilmaslik, shuni orqasidan kelib chiqadigan kasallik mana. Jigarimizni ham, yuragimizni ham, davleniyamizni ham, qandli diabet ham. Oxiri borib, oxirgi stadiyasi bu infarkt yo insult. Shu bilan tugaydi. Tugamaydi u. Bir marta insult bo'lgan, ikkinchi marta insult bo'lganlar ham bor. Bir marta infarkt, ikkinchi marta infarkt bo'lganlar bor. Nimaning orqasidan? Shuni o'zini qo'lga olmagan, tam boyagidan rejimda qilgan, rejimini o'zgartirmagan, tam boyagidan ko'p yeyveradi, kuchli yeyveradi, harakat yo'q, o'tirib oladi, divanga yotib oladi. Ana shuni orqasidan ikkinchi marta ham insult bo'lishi mumkin, ikkinchi marta ham infarkt bo'lishi mumkin. Ikkinchi tipdagilar birinchi tipga o'tib ketishi mumkin. Ya'ni tuzalmaydigan og'riqqa o'tishi mumkin. Kuchayib boraveradi. Nafsga bir ishlasangiz, to'g'ri ovqatlansangiz, mijozingizni bilsangiz, haligi ikkinchi tipdagilar tuzalib ketishi mumkin. Birinchi tipdagilar ikkinchi tipga o'tishi mumkin. Ya'ni osonlashishi, yengillashishi mumkin. Buning uchun inson o'zini boshqarish kerak, irodasini mustahkamlash kerak, harakat qilish kerak, nafsiga ishlash kerak. Ana shu hammasi ketma-ket davom etadi. Birinchi bosimli ishi, ikkinchi qandli diabet, uchinchisi infarkt, to'rtinchisi yo insult. Hammasi ketma-ket boshlanadi. Hammasi mana shu og'zimizdan kiradi, bizni kasal qiladi. U Alloh berganda Alloh shifosini beradi degan gaplarga hech ham ishonmaydi. 100% yolg'on gap. Banda o'zi sabab so'raydi kasal bo'lishga. Alloh sizni ichingizga kasallikni joylab qo'ya olmaydi. Kasallikni yillar mobaynida, oylar mobaynida yig'ilib bo'ladigan bu xilqat bu kasallik. Shuni yaxshi bilib olinglar. U yolg'on gap. Alloh dard beradi, Alloh shifosini beradi degan gap. İnson o'zi sabab so'raydi. Bilib yo bilmay, yo johilligidan, yo baloyi nafs so'ziga kirishligidan, kam harakatligidan o'zi sabab so'raydi. Ko'p kasalliklarni, 100% kasallik o'zi sabab so'raydi. Dunyoda 10 mingdan ortiq kasallik ro'yxatga olingan. 10 mingdan ortiq turi. Shundan 150tasi davosi yo'q deb ro'yxatga olingan. Shundan bittasi yurak qon tomir kasalligi, ikkinchisi qandli diabet. Uchinchisi infarkt, to'rtinchisi insult. Mana sizlarga qandli diabet to'g'risidagi asosiy bo'ladigan gaplarni gapirdim. Buni endi o'zingizga havola. Mendan aytish, sizdan amal qilish ixtiyor o'zingizda. Yana keyin ko'rishguncha salomat bo'linglar.